Xo'jayinga ham hayron qolaman de. Nuqul ish qilsang, tepaga provoda g'oddayib. Xuddi bir foyda ish qilsam mayli. Tepada turgandan keyin odam ish qila olmaydi. Do'dirab qolasan, tushunyapsanmi? Baraka topgur xo'jayinsan-ku, ishni olib pishirib qo'yibdimi? Ha, xonangda o'tir, televizor ko'rib, bu yerda biz ishni yoritib tashlamaymiz. To'g'ri aytasan. Va yurlaring ish qilinglar, hozir xo'jayin kelib qoladilar. Ha, bo'ldi. Tepangizda tursam ish qila olmaysiz-ku do'dirab. Aman xonamga chiqib televizor ko'ra qoling, siz bu yerda ishni yoritib tashlang. Ya, mayli. Qattan bir o'tib gapirmas. Voy. Abetga gumma beribdi. Xo'jayinsan, farosatingni ishlat. Biz og'ir mehnat qilamiz-ku. Undan ko'rasa baqvat osh ber. Shashlik bermaysanmi? Biz ishchangini chiqarib olmaymizmi? Baqir-chaqir qilmasdan berganni yeversin-chi. Bolla, abet. Siz to'xtang. Siz og'ir ish qilar ekansiz. Yana baqvat ovqat yeyishingiz kerak ekan abetga. Men shuning uchun sizga osh olib kelib qo'ydim. Bir yeb olib ishchangini chiqarib tashlang. Gumma yeverardim. Nima bo'ldi? Men aniq bilaman, oramizni qulab bor. Kim bir yetkazibdi xo'jayinga gapni. Anundan u shubhaliydi. Bayram yaqin xo'jayin premiya berarmi-ka? Bilib qo'y. Dunyoda bitta past xo'jayin bo'lsa, o'sha ham bizning xo'jayin bo'ladi. Har doimda 100 ming so'm berib qo'yadi. U pulga go'sht ham bermaydi-ku. Rahbar odamsan. Sal qo'shib ber, go'sht olib kiraylik uyga olib, unda bayram qilib. Men past xo'jayin emasman. Mana sizga bayramga 150 ming so'm pul, 1 kilo go'sht beradi. Bir maza qiling. Bilos quloq. Men senga ham 150. Rahmat xo'jayin. To'xtang. Siz yaxshi ishladingiz. Sizniki alohida tema. Sizga dollar beradi. Rahmat. Qulog'im yaxshi ishlab turar ekan, cho'chchagim qappayaveradi.